Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarni Visual Collection liboslari bilan tanishtirmoqchiman. Bu brend kiyimlari shaxsan menga juda ham yoqadi. Kattaroq yoshli ayollar uchun eng trendga chiqayotgan fasonlarni videoda ko'rishingiz mumkin. Hozirgi mavsumga mos keladigan shimlik variantda juda ham qulay bo'lgan. Razmerlari ham bor. Narxlari esa 380 mingdan. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar uchun video ostida raqam qoldiraman. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Va albatta bo'lishi shart bo'lgan dvoykamizani shokolad rangi. Bu rangsiz iloji yo'q. Chunki har doim aytib o'tganimdek, qora rang chiqarsa ili cho'ku shokolad rangi bormi deb so'raysizlar, shokoladni reklama qilsam qorasi bormi deb so'raysizlar. O'shaning uchun trenddagi oxirgi cho'ku va qora rangda chiqqan bu